Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Navbatdagi mavzumiz Versal-Vashington tizimi va uning siyosiy oqibatlariga bag'ishlanadi. Demak, mazkur mavzu doirasida 3 ta reja bilan tanishib chiqamiz. Birinchi rejamiz Birinchi jahon urushining yakunlari va Versal shartnomasi va u natijasida imzolangan tinchlik shartnomalari, uning mohiyati to'g'risida bo'ladi. Ikkinchi rejamizda Vashington konferensiyasi va unda imzolangan 3 ta muhim shartnoma izohlariga bag'ishlanadi va uchinchi rejamizda 9 davlat shartnomasining vujudga kelishi hamda Xitoy masalasiga to'liq to'xtalib o'tamiz. Xo'p, biz yaxshi bilamiz, demak, Birinchi jahon urushidan so'ng dunyoda yuzaga kelgan kuchlar nisbatining yangicha ko'rinishi albatta ikkita o'tkazilgan muhim konferensiyalarga o'zaro bog'liq edi. Demak, jahon urushi avvalidan 19-asrning oxiridan boshlab yuzaga kelgan ziddiyatlar jahon urushini keltirib chiqardi va bu urush natijasida albatta yangi kuchlar nisbati qaror topdi. Demak, bir tomonda jahon darajasidagi buyuk davlat Germaniyaning tormor etilishi bo'lsa, ikkinchi tomondan dunyoning yetakchilik qilishiga faol da'vogar bo'lgan davlat AQShning xalqaro maydonga chiqishi va aynan mana shu bilan bog'liq muhim o'zgarishlar o'z aksini topgan edi. Buyuk Britaniya, Fransiya, Yaponiya bilan bo'lgan raqobatda g'olib chiqish uchun AQSh umumjahon kreditori mavqeyidan foydalanishga harakat qildi. Ya'ni jahon urushiga qadar G'arbiy Yevropaning aksariyat davlatlaridan qarzdor bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlari urush natijasida nafaqat o'zining qarzini to'labgina qolmasdan, balkim bu davlatlarni, ya'ni buyuk Yevropa davlatlarini o'zining qarzdoriga aylantirib qo'ygan edi va bu holatdan foydalanib jahondagi yetakchilik mavqeini mustahkamlashga harakat qilgan edi. Xo'p, demak, Buyuk Britaniya urushdan so'ng buyuk davlat maqomini saqlab qoldi. Garchi Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan ikkinchi o'ringa surib chiqarilgan bo'lsa ham, Germaniya endi uning dengizdagi va jahon bozoridagi eng muhim raqiblardan biri emas edi, ya'ni unga raqobat qila olmas edi. Yaqin Sharqda Angliya Usmoniylar imperiyasi merosining talaygina qismini o'z qo'liga ola oldi. Bu 1918-yilgi Angliya mustamlakalarining xaritasi. 1920-yil jahon imperiyalarining mustamlakachilik xaritasi, ya'ni jahon urushidan so'ng mag'lub bo'lgan mustamlakachi davlatlarning qo'l ostidagi mustamlakalari g'oliblar o'rtasida yangicha tizim asosida taqsimot qilingan edi. Xo'p, Fransiyaning mavqeyi ham jahon urushi natijasida yetarli darajada o'zining kuchli mavqeini saqlab qola oldi. Bosh vazir Clemenceau deyarli 2 millionlik armiyaga tayangan holatda Fransiyaning mavqeini o'sha Versal konferensiyasida va Washington konferensiyasida himoya qilish uchun harakat qildi. Demak, ushbu armiyani Marshal Foch demobilizatsiya qilishga shoshilmas edi, chunki bu armiyaga tayangan holatda Fransiya o'z manfaatlarini himoya qilish mumkin edi. Fransiyaning xavfsizligini ta'minlash zaruriyatini pesh qilib, Clemenceau diplomatiyasi Germaniyani revansh olish imkoniyatidan mahrum qilinishi va Yevropada Fransiyaning ustuvorligini o'rnatilishiga harakat qilayotgan edi. Italiya, Yaponiya va boshqa mamlakatlar ham o'z manfaatlariga ega edi. Demak, bu konferensiyalarda garchi dastlabkilari buyuk davlatlar qatoridan o'rin olgan bo'lsa-da, ularning ta'siri hali bu darajada katta emas edi. Faqatgina lokal masalalarni hal etishda biroz bo'lsa-da ta'sir ko'rsata olar edi. Urushning keyingi xalqaro munosabatlar tizimini, ya'ni Birinchi jahon urushi yakunidan keyingi 20-asrning 20-yillardagi xalqaro munosabatlar tizimini Parij tinchlik konferensiyasi va Washington konferensiyasidagi qarorlar hal etdi. Ya'ni mana shu ikkita konferensiya natijasida davlatlararo imzolangan shartnomalar asosida belgilab berilgan ekan. Parij tinchlik konferensiyasi 1919-yilning 18-yanvar sanasidan 1919-yilning 28-iyun sanasiga qadar davom etgan bo'lsa, Washington konferensiyasi AQShning talabi bilan 1921-yilning 12-noyabr sanasidan boshlab 1922-yilning 6-fevral sanasiga qadar davom etdi. Nima uchun Washington konferensiyasi aynan 18-yanvar sanasida ish boshladi? Bu o'sha Fransiya bosh vaziri Clemenceauning
qat'iy talab bilan bo'ldi. Sababiki 1971-yilning 18-yanvarida mana shu Versal saroyida Germaniya imperiya deb e'lon qilingan edi. Demak, Fransiya o'zining asosiy raqobatchisi bo'lgan Germaniyani tahqirlash maqsadida aynan Versal saroyida aynan mana shu sanada 18-yanvar sanasida Germaniyani u bilan imzolanajak shu tarmor etilganligi to'g'risidagi sulh shartnomasini tayyorlash uchun konferensiyani ish boshlashini shu sanadan boshlashini qat'iy talab qilgan edi. Parij konferensiyasining ishida 27 ta davlat vakillari ishtirok etdi. Konferensiya oshkora diplomatiya misoli deb e'lon qilinardi. Demak, Parijga mingdan ortiq delegatlar taklif etilgan, tashrif buyurishgandi. Faqatgina bu yerda garchi o'sha jahon urushida ishtirok etib asosiy davlatlar sifatida e'tirof etilgan bo'lsa-da, Germaniya va uning ittifoqchilari hamda Sovet Rossiyasining vakillari yo'q edi xolos. Konferensiyani tayyorlash, uni boshlash davrida AQSh prezidenti Woodrow Wilson o'zining 14 bandi haqida ko'p gapiradi. Ya'ni u tomonidan 1918-yilda ishlab chiqilgan 14 modda dasturi aynan mana shu tinchlik shartnomalarini imzolash uchun asosiy dastur vazifasini bajarish kerak edi. Yashirin diplomatiyadan voz kechish, adolatli tinchlikni o'rnatish to'g'risidagi bayonotlariga qaramasdan konferensiyaning asosiy qarorlarini qabul qilinishida buyuk davlatlarning, birinchi galda Buyuk Britaniya, AQSh va Fransiyaning oshkor etilmagan murosaga kelishishlari natijasi sifatida namoyon bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, demak, bu yerda eng muhim qarorlardan biri xalqaro tashkilot haqidagi masala muhokama qilindi. Birinchi navbatda Millatlar Ligasini barpo etish to'g'risidagi rezolyutsiyaning ishlab chiqilishi edi. Demak, shunday tashkilotning zarurligi to'g'risidagi masala Birinchi jahon urushidan oldin ham kun tartibiga qo'yilgan. Urush davrida esa uning loyihalarini ishlab chiqish bilan turli guruhlar, hatto Angliya, AQSh va Fransiyada hukumat darajasidagi komissiyalar ish olib borishgan va Millatlar Ligasini barpo etish loyihasi AQSh prezidenti Woodrow Wilson tomonidan ishlab chiqilgan edi hamda Parijga olib kelingan edi. Xo'p, demak, Parij konferensiyasi Millatlar Ligasining nizomini tayyorlash maqsadida Woodrow Wilson boshchiligidagi maxsus komissiyani tashkil etadi. Demak, mazkur komissiya aynan o'sha Millatlar Ligasining nizomini negizida inglizlar va Amerikaning qo'shma loyihasi asosida nizom matnini tayyorlashgan edi. 1919-yil 13-fevral sanasida Millatlar Ligasi nizomi tayyor holatga keltirildi va ertasi kuni Wilson tomonidan konferensiyaga taqdim etildi. Nizom asosida 26 ta banddan iborat bo'lgan loyiha, xullas Millatlar Ligasi a'zolarining vazifalari, majburiyatlari, tashkilotning ishlash tamoyili, uni tuzilishi, qay tariqa tuzilish kerakligini belgilab beradi. Liganing bosh tashkilotchilari umumiy yig'ini asosida faoliyat ko'rsatish kerak edi. Ya'ni bu yerda assambleya va kengash tashkilotning bosh idoralari sifatida e'tirof etildi. Qarorlar bir ovozdan qabul qilinishi kerak edi. Millatlar Ligasi a'zolari xalqaro munosabatlarni to'la oshkoralikda turib namoyish etish kerak edi va bundan tashqari xalqaro huquq mezonlariga amal qilishi, tashkilotga kirgan barcha a'zolarning hududiy yaxlitligini va mavjud siyosiy mustaqilligini hurmat qilishi va saqlash majburiyatini olish kerak edi. Mustamlakachilikni saqlab qolish bu nizomda nazarda tutilganda uni niqoblash maqsadida albatta uning o'sha ta'sischilari tomonidan mandat tizimini joriy etishga qaror qilingan edi. 1919-yilni 28-iyun sanasida Versal saroyida Germaniya vakillari bilan keyingi tinchlik tartibini o'rnatishga doir asosiy hujjat, ya'ni Versal tinchlik shartnomasi imzolandi. Keyinchalik Germaniyaning ittifoqchilari Bolgariya, Turkiya va Avstriya-Vengriya imperiyasi bu yerda tarqalib ketganligi sababli Avstriya bilan alohida, Vengriya bilan alohida tinchlik shartnomalari imzolandi. Har bir shartnoma Millatlar Ligasining nizomi bilan boshlanardi albatta. Germaniya mustamlakalarini bo'lib olish, ya'ni
vasiylik maqomi bilan o'zlarini o'zi boshqarishga qodir emas deb hisoblagan xalqlarni taqdirini o'sha mandat tizimi asosida buyuk davlatlarga biriktirib berish kerak edi. Versal shartnomasiga ko'ra Germaniya o'z hududining katta qismini yo'qotdi. Ya'ni Germaniya Yevropadagi hududlarning ma'lum qismi yangitdan barpo etilgan Polsha, Chexoslovakiya kabi davlatlar tasarrufga o'tdi va Germaniya aynan mana shu shartnoma shartlaridan biri sifatida Polsha, Chexoslovakiya, Lyuksemburgning mustaqilligini tan olishi kerak edi. Avstriyaning mustaqilligini qat'iy hurmat qilish majburiyatini o'z zimmasiga oldi va Reyn daryosining chap sohili bo'ylab 50 kilometr masofa Germaniyaning hududi harbiy harakatlardan xoli hududga aylantirildi. Germaniya mustamlakalari o'z navbatida Yevropaning g'olib davlatlari tomonidan, ya'ni Fransiya, Yaponiya, Belgiya, Portugaliya, Buyuk Britaniya va uning dominionlari o'rtasida o'zaro mandat tizimi asosida taqsimlab olindi. Germaniyaning qurolsizlantirilishi ham mazkur shartnomada eng muhim masalalardan, bandlardan biri sifatida kiritilgandi. Bundan tashqari Germaniya Jahon urushining boshlanishi va u tomonidan yetkazilgan zararlar uchun, ya'ni Germaniya va uning ittifoqchilari tomonidan yetkazilgan zarar uchun asosiy aybdor sifatida e'lon qilindi. Demak, va yetkazilgan barcha zararni Germaniya reparatsion to'lov hisobidan to'lashga majbur deb belgilab qo'yilgan edi. Germaniyaning shartnomani to'la bajarilishini ta'minlovchi kafolat sifatida ittifoqchilarning qo'shini, Antanta tomonining qo'shini 1919-yil 5 yildan 15 yilgacha bo'lgan muddat davomida xullas Reyn daryosidan g'arbda joylashgan hududlarni okkupatsion qilib o'z nazoratida ushlab turishi kerak edi. Britaniya imperiyasidagi kelishmovchiliklardan Amerika hukumati ham unumli foydalandi. 1921-yil 10-iyulida AQSh davlat kotibi 100 bo'lajak konferensiya haqida e'lon qildi. Ya'ni biz yaxshi bilamiz, Versal konferensiyasida imzolangan, ishlab chiqilgan hujjatlarni AQSh kongressi tasdiqlamagandi. Negaki bu shartnomalarda AQSh manfaatlari foydalanmagan deb hisoblab, shu sababli ham Amerika tashabbusi bilan, AQShning tashabbusi bilan yangi konferensiya da yig'ilishga qaror qilindi. Bunda ko'proq o'sha Osiyo, Tinch okean, Uzoq Sharq masalalarini hal etish ko'zda tutilgan edi. Demak, AQSh davlat kotibi 100 ning tashabbusi bilan o'sha konferensiyaga AQSh, Angliya, Yaponiya, Fransiya, Italiya, Belgiya, Gollandiya, Portugaliya va Xitoy davlatlarining vakillarining taklif etishi rejalashtirilayotgan edi. Xuddi Versalda bo'lgani kabi, garchi Uzoq Sharqda, Tinch okeanida o'sha daxldor ko'rilayotgan masalalar daxldorlik bo'lsa-da, Germaniya va Sovet davlati Washington konferensiyasiga ham taklif etilmadi. Bunga javoban Sovet davlat hukumati rasmiy e'tiroz bildirgan ekan. AQShning delegati sifatida 100 ishtirok etdi, davlat kotibi 100. Demak, AQSh konferensiyada 100 davlat sekretarligini delegatsiya sifatida faoliyatini namoyish etdi. Umumiy o'sha konferensiyaning raisi sifatida belgilangandi o'zi. Ingliz delegatsiyasiga Balfour yetakchilik qilgan ekan. Demak, dominionlar va Hindiston mustaqil vakillikka ega bo'lgan. Shuning uchun ham konferensiyada 14 ta davlat mavjud edi. Fransiya delegatsiyasiga Arsid Brian boshchilik qilgan anjumanning birinchi majlisidayoq mojaro yuz beradi. Sababi Brianning joyi o'sha konferensiya uchun ajratilgan zalning markazida emas, biroz chekkaroqda belgilangandi. Ya'ni amerikaliklar va inglizlar tomonidan markaz joylar band etilgandi. Shuning uchun ham stolning chetrog'iga o'tirishga majbur bo'lgan, to'g'ri kelgan. Demak, majlisning oxirida ingliz elchisining uzoqroqqa o'tkazib, o'rniga Brianni o'tkazishadi. Fransuz delegatlarining bu holatdan hayratga tushib, ular ushbu mojaroda Fransiya obro'sining pasayishini haqqoniy holat sifatida baholashgan ekan. Demak, AQSh davlat kotibi 100 birinchi
orator bo'lib so'zga chiqishadi. Demak, u anjumanda Amerika vakillarini nomidan yuqori qudratli harbiy kemalar qurilishini to'xtatish, tizimdan eski kemalarni ma'lum miqdorini chiqarib tashlash va ularni chiziqli kemalarga ma'lum bir hajmdagi, miqdordagi yuk sig'imga ega bo'lgan kemalarni belgilab berish taklifini kiritadi. Ya'ni u dengizdagi flotlarni, harbiy dengiz floti qudratini cheklashni taklif etgan edi. Demak, 100 kelishuv imzolangandan so'ng 10 yil davomida chiziqli kemalar qurmaslikni, qurilsa ham buzilganlarni, ya'ni eskilarni o'rniga qurilish taklifini bergandi. Bunda Angliyaning yirik floti uchun 500 ming tonna sig'imdagi, Amerika uchun ham xuddi shuncha, ya'ni 500 ming tonna sig'imda, Yaponiya uchun 300 ming umumiy tonna sig'imida ega bo'lgan flotni saqlash so'ralgan edi. Xo'p, demak, har bir yangi linkorin, ya'ni yangi kema barpo etish borasida ham cheklov belgilangan edi. 100 ning taklifiga ko'ra 35 ming tonnadan oshmasligi kerak. Bu maqsad Angliya va Amerika uchun ularning harbiy dengiz flotini, umumiy flotini, savdo flotini tenglashtirishni, dengizdagi kuchlarni tenglashtirishni taqozo etadi. Ya'ni yangi kemalar tonnaji Angliya va Amerika uchun 450 mingdan, Yaponiya uchun esa 270 mingdan oshmasligi belgilab qo'yilgan edi. Va nihoyat suvosti kemalari uchun ham tonnaj Amerika va Angliya uchun 90 ming, Yaponiya uchun 40 ming etib belgilanishi kerak edi. Shunaqa taklif ishlab chiqilgan edi. Amerikaliklarning taklifini asosiy maqsadi aniq, ya'ni Angliyaning harbiy dengiz qudratidan o'zib ketish maqsadida boshqa dengiz davlatlarning flotini, tonnajini ko'tarishga harakat qilishgan ekan. 100 ning talabiga ko'ra Angliya 3 oy davomida o'zaro kelishuvga ko'ra chiziqli kemalar qurishni to'xtatishi va tizimdagi 19 ta kemani chiqarib 22 tasini olib qolishi kerak bo'lgan. Xo'p, Amerika o'z navbatida qurilishni to'xtatib, tizimdan 30 ta kemani chiqarib, 18 tasini qoldirish kerak edi. Yaponiya esa 8 ta kema qurilishini rad etib, 7 ta yangi linkorinni, 10 ta eski kemani yo'q qilishi va yirik kemalarning sonini 10 taga yetkazishi kerak edi. Demak, 100 ning bu chiqishi barcha davlatlar uchun yangilik bo'ldi, kutilmagan bo'ldi. Guvohlarning birini aytishicha, 100 Angliyaning Qirol Georg V ga o'xshagan kemalar qurilishini to'xtatishni talab qilganligi ingliz vakillariga, hukumat vakillariga, o'sha konferensiyada ishtirok etayotgan jumladan ingliz admirali Bittiga juda ham qattiq ta'sir etgan, ya'ni o'zini konferensiyada yo'qotib qo'ygan. Xo'p, demak, o'shanda Yaponiya, Amerika Tinch okeanidagi harbiy dengiz bazasini qurmaslik sharti bilan Amerika urushiga, o'sha taklifiga rozilik bildiradi. Ya'ni 100 kelajakda Gavayi orollari bilan munosabatlarni mustahkamligi borasida hech qanday ishonch bildirmasligini aytib o'tadi. Uzoq davom etgan kelishuvlar boshlanadi. Demak, majlis ishlarini ochiq, oydinligi, tantanali e'lon qilinishi, yopiq yig'ilishda o'zaro 3 ta davlat, ya'ni bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlari, Angliya va Yaponiya o'zaro qaror qilib olishadi. Hattoki Fransiya ham bu kelishuvdan bexabar edi. Fransiya faol ishtirokiga qaramay 10 ta zirh tashuvchi qurish huquqi bilan qoldi. Ularning har biriga 35 ming tonna sig'imga ega bo'lishi belgilab qo'yilgan. Italiya ham o'ziga xuddi shunday tonna sig'imga ega bo'lgan kemalar qurish talabini ilgari surdi. Xo'p, demak, 100 Fransiya uchun qat'iy bir talab qo'ydi, ya'ni umumiy flotning sig'imi 175 ming tonnadan oshmasligi kerak edi. Demak, bu bahslardan so'ng Fransiya anjumanni to'xtatishni so'radi va bunday muhokamalardan so'ng 100 ning loyihasi quyidagicha ko'rinish oldi. Demak, AQSh uchun 525 ming tonna sig'imga ega bo'lgan, Angliya uchun ham xuddi shunday sig'imga ega bo'lgan, Yaponiya uchun 315 ming tonna sig'imga ega bo'lgan, Fransiya va Italiya uchun bir xil 175 ming tonna sig'imga ega bo'lgan flotni saqlash huquqi berilishi kerak edi.
Savolning muhokamasi bu bilan tugamadi. Demak, komissiya yig'ilishida ham, sirli yig'ilishlarda ham bu muhokama, bahsli masala o'zaro davom etdi. Angliya 100 ning taklifiga ko'nganligiga sabab, demak, Angliya qabul qilishga majbur bo'ldi. Sababiki, bu Amerika agar Fransiya bilan kelishib olgudek bo'lsa, bu Angliya uchun salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham 100 ning taklifini qabul qildi va Angliya o'z flotini AQSh bilan teng holatda saqlash huquqini qo'lga kiritdi. Xo'p, demak, Buyuk Britaniya AQSh bilan qurolli kuchlarni tengligini tan olishi kerak edi. Bu kelishuvga ko'ra Fransiya armiyasi quruqlikligi, armiyasi kuchli edi. Demak, shuning uchun ham Angliya o'zining armiyasini faqatgina Fransiya qurolli kuchlarini qisqartirgandan so'nggina qurolsizlantirish mumkinligini e'tirof etib o'tdi. Demak, Amerika Fransiyaning armiyasini qisqartirilishini xohlamas edi. O'z navbatida bunda Angliyaning Yevropada ahamiyati kuchaygan bo'ladi agar Fransiya qurolli kuchlarini qisqartirsa. Shu sababli ham Amerika qurolli kuchlarining qisqartirilishidan maqsad umuman shu AQSh Yaponiya armiyasini kuchlantirishni xohladi. Demak, Briand mazkur holat yuzasidan o'z fikrlarini bildirdi, ya'niki o'sha Fransiya uchun bundan-da ortiq sharmandalik bo'lmaydi agarki o'sha tinchlik uchun kurashayotgan biror bir davlat bo'lsa ham, bu ham bo'lsa Fransiya davlati degan fikrni konferensiyada e'tirof etdi. Xo'p, demak, Briand armiyasini qisqartirishdan bosh tortdi va u armiya ular uchun Polsha hamda G'arbiy Yevropani bolsheviklar xavfidan himoya qilish uchun zarur degan asosni keltirdi. Demak, bunday pozitsiyani Belgiya hamda Italiya egalladi. 1921-yil 13-dekabr sanasida Washington konferensiyasida birinchi bitim imzolandi. Demak, bu bitim 4 ta davlat kelishuvi deb nomlanadi. To'rtlar shartnomasi. To'rtlar shartnomasiga ko'ra AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya va Yaponiya o'rtasida imzolangan mazkur kelishuv 10 yilga imzolangan edi va o'sha Tinch okean havzasidagi manfaatlarni birgalikda himoya qilish nuqtai nazaridan imzolangan mazkur kelishuv Amerika diplomatiyasining yutug'i sifatida qaraladi. Demak, bu bitim shu vaqtga qadar Tinch okean havzasidagi uzoq sharqdagi davlatlararo munosabatlarni belgilab kelayotgan 1902-yilgi Yaponiya-Angliya bitimini yakuniga yetganligini ko'rsatadi. Ya'ni bu bitim o'z ahamiyatini yo'qotdi va yangicha kelishuv asosida endi 4 ta davlat birgalikda manfaatlarni himoya qilishi kerak edi. 1922-yil 6-fevral sanasida qo'shimcha kelishuv imzolandi. Demak, bitimda shunday deyilgan edi: Qarafuto, Fazmozu, Pescador orollariga Yaponiya mandat huquqini qo'lga kiritdi. Shundan kelib chiqib 4 ta davlat kelishuvi SSR va Xitoy huquqlarini ham himoya qilishi kerak edi. 1922-yil 4-fevral sanasida Angliya, AQSh, Fransiya, Yaponiya hamda Niderlandiya davlatlari va 6-fevral sanasida Portugaliyaga tantanali xabar yuborildi. Demak, bunda shunday deyilgan edi. Ya'ni bu davlatlarga 4 ta davlat tomonidan hurmat bilan qaralishi va yordam berishi nazarda tutiladi degan fikrlar e'tirof etilgan. Xo'p, demak, Washington konferensiyasi umumiy hisobda o'sha 1921-yil 12-noyabridan 1922-yilning 6-fevralga qadar davom etdi. Konferensiyada 9 ta davlat vakillari ishtirok etishgan. Yuqorida aytganimizdek, AQSh, Angliya, Fransiya, Italiya, Belgiya, Gollandiya, Portugaliya, Yaponiya, Xitoy vakillari ishtirok etishgan va to'rtlar kelishuvi, to'rtlar shartnomasi. Bundan tashqari 1922-yil 6-fevral sanasida AQSh davlat kotibi 100 tomonidan ilgari surilgan va davlatlar o'rtasida keskin bahslarga sabab bo'lgan va oxir-oqibat qabul qilingan 5 davlat shartnomasi. Bu asosan dengizdagi qurollarni cheklash to'g'risidagi shartnoma edi. Xo'p, demak, bunda AQSh Angliya flotining o'zaro teng darajasi bo'lishiga, Yaponiya floti AQShnikidan
ortiq bo'lmasligiga, Angliya bilan Yaponiyani Tinch okeandagi orollardagi harbiy dengiz bazalarini qurmaslik to'g'risidagi majburiyatlarni olishiga erishilgan edi. Konferensiyaning yakuniy hujjatlaridan biri, ya'ni yana bir muhim qabul qilingan shartnomalardan biri 1922-yil 6-fevralida Xitoy masalasida Xitoyga nisbatan qabul qilingandi. Biz yaxshiki bilamiz, Xitoy ham xuddi Amerika Qo'shma Shtatlari kabi Versal shartnomasi shartlarini qabul qilmagan. Sababiki Germaniyaning Xitoydagi mustamlakalari Xitoyning o'ziga qaytarilishi o'rniga Yaponiyaga berib yuborilganligi Xitoy delegatsiyasining asosiy noroziligiga sabab bo'lgandi. Shuning uchun ham 9 davlat kelishuvi shartnomasi aynan Washington konferensiyasining kun tartibidagi asosiy masalalardan biri edi. AQSh bu masalani to'liq qo'llab-quvvatlashining asosiy sababi Yaponiyani Xitoy hisobiga olgan hududlar hisobiga uzoq sharqda kuchayib ketishini istamasi edi. Demak, umumiy o'sha Versal konferensiyasi ishlab chiqilgan 5 ta shartnoma va Washington konferensiyasi ishlab chiqilgan 3 ta shartnoma birgalikda xalqaro munosabatlarda yangi tizimni ishlab chiqdi va yangicha tartibni belgilab berdi. Shu vaqtga qadar, ya'ni jahon urushiga qadar xalqaro munosabatlarda eng muhim tizim sifatida o'sha Vestfal-Vena tizimi hukmron edi. Ya'ni o'sha Vestfal-Vena tizimi asosida xalqaro munosabatlar belgilab berilardi. Demak, bu tizimga qattiq zarba bo'lib, yangi tizimni belgilab bergan ekan. Lekin Versal-Washington tizimi tinchlikni uzoq muddat ta'minlay olmadi. Buning eng asosiy sababi Versal-Washington tizimida bir qator o'sha kamchiliklar ko'zga tashlanadi. Birinchi galda o'sha davr xalqaro munosabatlarida muhim ahamiyat kasb etgan davlatlardan Rossiya davlatini, ya'ni o'sha bo'lajak Sovet davlatini ishtiroksiz tashkil etilganligi bu tizimni yemirilishidan Sovet davlatini birinchi galda manfaatdor davlatga aylantirib qo'ygan edi. Shu tariqa xalqaro munosabatlarda demak Versal-Washington tizimi qaror topgan. Demak, bu tendensiya vakillari o'sha e'tiboringizni nimaga qarataylik. Tinch okeanda kuchlar nisbatini tenglashtirish tartibi mutlaqo beqaror holatda edi. Ya'ni Versal-Washington tizimi yakuni o'laroq bu mintaqada to'liq xavfsizlik, tinchlik ta'minlanmaganida kapitalistik dunyoda Sovet Rossiyasiga nisbatan ikki xil tendensiya shakllangan edi. Demak, birinchi tendensiya Sovet Rossiyasi bilan iqtisodiy aloqa o'rnatish tendensiyasi va bu tendensiyadagi davlatlarning ko'pchiligi Sovet rejimini aynib ketishiga va uning taqsim qilib olinishiga umid bog'lar edi. Aynan mana shu tendensiya vakillari sifatida Angliyada Lloyd George, Fransiyada Edward Herrero, AQShda senatorlar Bora Weller, Goodrichlarni misol tariqasida keltirishimiz mumkin. Ikkinchi tendensiya qulayroq imkoniyat topib, imkoniyat bo'lsa, o'sha Sovet Rossiyasiga qarshi yana qurolli intervensiyani takroriy uyushtirish tarafdorlari edi. Bu tendensiya vaqti bilan oshkora ko'rinib turardi. Bu tendensiya tarafdorlari, ikkinchi yo'nalish tendensiya tarafdorlari AQSh prezidenti Warren Harding, davlat sekretari Hughes, Angliyadan Churchill, Curzon, Fransiyadan Clemenceau, Raymond Poincaré, Germaniyada Ludendorff va boshqalar aynan mana shu tendensiyani qo'llab-quvvatlashar edi. Xo'p, Genuya konferensiyasi bu aynan o'sha Versal-Washington tizimi ishlab chiqilish jarayonida va undan so'ng biroz muddat bo'lsa-da o'sha xalqaro munosabatlar tizimida katta ahamiyat kasb etgan konferensiyalardan biri sifatida e'tirof etiladi. Aynan mazkur konferensiyada Sovet davlati va g'arb davlatlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlar masalasi ko'rib chiqiladi. Bu yerda Genuya konferensiyasi 1922-yil 10-apreldan to 19-mayga qadar davom etgan. Unda 34 ta davlat vakillari ishtirok etgan. Konferensiyada Angliya va Fransiya davlatlari asosiy rol o'ynaganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, bu konferensiyada Antanta Oliy Kengashi Sovet Rossiyasidan 18 milliard rubl to'lov o'ndirib olmoqchi bo'lishadi. Biroq Sovet Rossiyasi delegatsiyasining boshlig'i Checherin bu to'lovlarni to'lashdan bosh tortadi. Aynan mana shu xalqaro konferensiya davomida 1922-yil 16-aprelda Genuya yaqinidagi Rapallo shahrida Sovet Rossiyasi delegatsiyasi bilan
Germaniya delegatsiyasi o'rtasida uchrashuv bo'lib, har ikki tomonning pozitsiyasini ancha mustahkamlagan kelishuvga erishiladi. Ya'ni Rapallo bitimi g'arb davlatlaridan birinchi bo'lib Germaniya tomonidan Sovet Rossiyasini tan olganligini ko'rsatar edi. Xo'p, demak, Genuya xalqaro iqtisodiy konferensiyasida Antanta davlatlari o'z maqsadlariga erisha olishmadi. Shu sababli ham muzokaralar 1922-yili 15-iyunidan 20-iyulgacha Gaga konferensiyasida davom ettirildi. Demak, bu konferensiya ham deyarli hech qanday natija bermadi, natijasi yakun topdi. 1918-22-yillarda Turkiya hududida Turkiya bilan imzolangan Versal konferensiyasidagi shartnoma, ya'ni Sevr shartnomasi Turkiya aholisini umuman qoniqtirmasdi. Shu sababli Turkiya hududida milliy ozodlik harakatlari amalga oshirildi. Oxir-oqibat 1922-yil avgust-sentyabr oylarida Antanta davlatlaridan Angliya, Gretsiya bilan birgalikda amalga oshirilgan intervensiya muvaffaqiyatsizlikka uchrashi bilan Turkiya o'z mustaqilligini saqlab qolishi bilan yakun topgan ekan va 1922-yil 20-noyabridan 1923-yilning 24-iyuligacha Lozanna shahrida xalqaro konferensiya chaqirildi. Mazkur konferensiyada Turkiyaning g'arb davlatlari bilan yarashuv konferensiyasi sifatida e'tirof etiladi va Angliya, Fransiya, Italiya, Yaponiya, Gretsiya, Ruminiya, Yugoslaviya hamda Turkiya vakillari ishtirok etishdi. Bu yerda AQSh delegatsiyasi kuzatuvchi sifatida qatnashgan. Xullas, Lozanna konferensiyasi natijasi o'laroq Turkiya bir qator o'sha Sevr shartnomasidagi bandlarni bekor qilishga erisha oldi. Bosfor Dardanel bo'g'ozlari masalasida yangicha kelishuv imzolanib, ya'ni bu bo'g'ozlar o'z navbatida o'sha Angliya, Fransiya, Italiya harbiy kemalari hamma vaqt, ya'ni tinchlik davrida ham, urush jarayonida ham bo'g'ozlardan bemalol o'tib turish huquqiga ega bo'lishdi. Sovet respublikalari va Turkiya bunga qarshi chiqishdi va Angliya, Fransiya, Italiya davlatlari o'z manfaatlariga mos keladigan konvensiya qabul qilishga muvaffaq bo'lishgan ekan. Xo'p, demak, mazkur bo'g'ozlar o'sha Lozanna kelishuviga ko'ra demilitarizatsiya qilindi. Ya'ni tinchlik paytida ham barcha mamlakatlar savdo va harbiy kemalarida bemalol bo'g'ozdan o'tish huquqiga ega edi. Shunday qilib, Lozanna konferensiyasi imzolangan sulh shartnomasi natijasida xalqaro munosabatlarda o'sha Versal-Vashington tizimi to'liq shakllanib o'z nihoyasiga yetdi va yangicha tartib belgilab bergan ekan. Aziz talabalar, shuning bilan bugungi ma'ruzamiz o'z nihoyasiga yetdi. Demak, 20-asrning 20-30-yillardagi xalqaro munosabatlar to'g'risida keyingi dars mashg'ulotimizda o'tamiz. E'tiboringlar uchun rahmat.